Mana bugun juda ham ajoyib tadbir, ya'ni butun jahon hamshiralar kuni. Albatta bilamizki, bizning tibbiyotimizda hamshiralarning o'rni juda ham katta. Har bir bemor o'sha yaxshi so'z, yaxshi e'tiborga juda ham muhtoj bo'ladi. Aynan shu ularga hamshiralar berishga juda ham ustadirlar. Shu fursatdan foydalanib, barcha hamshiralarimizni chin yurakdan tabriklayman. Ularga omad tilayman va albatta o'z kasbida yana fidokorona harakatlar qilib, katta yutuqlarga erishishini chin yurakdan tilab qolamiz. Kulib turgan shirmoy yuzlar, so'zlari boy oy yulduzlar, qo'llaringiz dard ko'rmasin, mehr daryo hamshiralar, suluvlarning suluvisiz, shifokorlar g'ururisiz, bemorlarning g'amxo'risiz, mehr daryo hamshiralar, hushyorlikda epchil chaqqon, zukkolikda topqir alvon, ilm izlab siz qiziqqan, mehr daryo hamshiralar, ko'ksingizda qo'llaringiz, yorqin bo'lsin yo'llaringiz, shifo topsin bemoringiz, mehr daryo hamshiralar, oppoq xalatlar yarashgan, savob ishlarga talashgan, bemoriga mehr ulashgan, mehr daryo hamshiralar.